Точно bilaman, naskinsiz ham xuddi shunaqa qilib taxlis, или boshqacharoq. Ko'pchilik, hamma demayman, ko'pchilik mana shunaqa taxlaydi, lekin bunaqa xununiy, akkuratniy, masalan, bu orqa tarafi bo'lgan, mana bunaqa joylari ko'rinib yotibdi. Bundan ko'ra mana bunaqa chiroyli qilib sizlarga taxlashni o'rgataman. Xohlasanglar videoni oxirigacha ko'rsanglar, chunki mendan ko'pincha chiroyli taxlis videoga olib ko'rishing deyshadi. Vaqtim bo'lmaydi. Hozir joyi kelganda naskini mana shunaqa akkuratniy, mana bu yoq tarafi bilan turg'izib taxlaganingizda hech qanaqa cho'kka buklangan joyi ko'rinmaydi. Tekis rosa chiroyli chiqadi. Buni taxlash oson. Masalan, bunda turgan bo'lsa, xuddi oyog'ingizga kiyayotgandek qilib taxlab olasizlar. Mana bunaqa qilib. Bundoq qilib bitta tovonini tepaga, bitta tovonini pastga qaratib taxlaysizlar. Mana bittasini tepaga qildim. Buni ham mana shunday kiyayotgandek formada qilaman-da, mana. Bittasini pastga. Buni ust qilasizlar, bundoq yopiladi. Kiyadigan tarafini, faqat kiyadigan tarafini buklaysizlar birinchi. Keyin uchini bundoq qilib o'rtasidan buklab, mana birinchisini ichiga tiqib olamiz, yoyib yoramiz. Qo'limizda tekislab, bunaqa joylarini tushiramiz. Mana qilib tortib, pastga tepaga qilib tekislab, cho'zib, presslab yoramiz. Buni mana bunaqa bo'ladi, oson. Zato ko'rinishi qanaqa chiroyli chiqadi. Mana bunisini ham xuddi shunaqa kiyadigan forma qildim. Kiyilgandek tovonini bittasini pastga, bittasini tepaga qilib, ust qildim. Tekislab, kiyadigan tarafini bukladim. Uchini qayirdim. Uchini bukladim. Mana shuni ichiga joylashtirib yuboraman hozir. Qo'limda barmog'imda bundoq qilib, bunisini pastga tortib, mana qanaqa chiroyli chiqdi. Farqini ham ko'rsanglar bo'ladi. Men biladan ko'ra. Buni turg'izib taxlaganda rosa chiroyli chiqadi.